Девушка, можно? Опросник. Hozir xalqimizdan bitta apros o'tkazib ko'ramiz. Tayyor mebel olishadimi yoki buyurtmaganmi? Mebel tanlayotgan paytda siz o'zingizni fikringiz tayyor mebel olgan bo'larmidingiz yoki buyurtmaganmi? Tayyorni olaman. Buyurtma qilgan. Biz hali uylanmayapmiz aka. Endi uylanadigan paytda tim bo'l. Endi agar oldindan bo'ladigan bo'lsa, uni zakaz qilgan yaxshi. Reski mana bo'lib ketayotgan bo'lsa, qanaqadir situatsiyalar bo'lsa, uni sразу olgan yaxshi. Buyurtma asosida. Nimaga aynan buyurtma asosida? Bilmayman, chunki biz buyurtma asosida olgandik. Buyurtma qilgan. Menimcha buyurtma qildirgan yaxshi. Nima sababdan? Chunki uyingizni o'lchamiga to'g'ri kelishi kerak, didingizga tushishi kerak. Men buyurardim. Nimaga desangiz, pardaga, o'zimni jihozlagan hamma narsaga to'g'ri keladigan shunaqasini men buyurardim. Buyurtma qildirgan yaxshi. Buyurtma qilgan yaxshi. Tayyor. Молодец. Ko'pchilik buyurtmaga mebel tanladi. O'zingizlar ko'rdinglar. Agar sizlarga ham buyurtmaga mebellar kerak bo'lsa, bizga murojaat qilinglar.